Şiyazcığım, çayan alvasti nimişqa ayollar dövletining padşahıga çeklanmaydı. Endi bu çayan alvasti hatta Rulayni Amita Budda'nın çekvel çıkpetini algan Amita'nın pek ağrıp tuduğu da kokluğu tek bunu der. Lekin bunu işnim kılanmagan aş Mart Turkçu bu çayancını öldürüp atamagan, jazalayamagan fakat Lingshan'dan kovulup atkan halas. Endi bu kovulup atkandan keyin bu çayan alvasti ayollar dövleti kildi qaranglar. Meni gönjü qolib birdan yaxshi jurak deb davamını alama gapin ha. Endi bu ayollar dövleti kilib asli ayollar dövletining padşahıyla nayt yıkılışı doçu. Bunu hoşamat qilib, yaxshi ishlarni qilib bunu bilan nayt yaqin irmashtirmashlik güymi opitidir. Maqsad asta-asta bu ayollar dövletining padşahının o'rnini tatib olmoqchi bu. 100 padşah olmoqchi. Lekin bu ele qo'l saldiga qarasanglar, shundoq qo'lini ekilib, varsh bir qo'l salanmaydi. Çekilanmaydı ayollar dövletining padşahı uchun. Chunki ayollar dövletining padşahının yüzün qo'g'daydigan bir ajoyib xislatlik bir engishlar var. Ele bavxo'ja Osman'da da qo'ysak, hech kim buni çekilanmaydı. Sunukuning ele xislatlik chambirgilar rol o'xshaydi. Siz bilgan unudum xislatlik ma hech qanday alvasti avliyolar bu ayollar dövletining padşahıga çekilanmaydı. Buni ziyon zahmat yetkazolmaydi. Undaqda bu engishlar nima uchun shuncha xislatlik? Bu engishlar zodi nadin kelgan? Hamda asar rivoyat qilinishicha bu yer ayollar dövleti hangu olamni barpo qilishdan burulla bakan to'q. Ya'ni ayni yili avliyolar ko'rishida osmon teshilib ketib, shu zamonga baloyafat yog'di. Shuning bilan Nuva deydigan bu ayol iloh chiqib, 365 ming bir tal xislatlik Hasanning ustidan toshni akilib osmon yamaydi. Nuvaning osmon yamishi degan qissani anglagan bo'g'aytinglar. Shuning bilan bu osmon yamashqa 365 ming tal toshni ishiltidi. Bir tal tosh eshib qoldi. Bu toshni Huagoshan Chimen tog'i bilan Donxay dengizining qirg'iga tashlab qo'ydi. Endi buning ayollar dövletining ne munosabati bor desanglar, ayollar dövletini shu vaqtida osmon yamash jarayonida Nuva xislatlik bir makon, xislatlik bir zamin qilib, kirsi chiqolmaydigan holatda qilib, ya'ni alayda barpo qilgan Nuva butun seyr karomatini ishiltib. Bu zaminni shu faqat bir go'zal qiz uchun barpo qilgan. Naq ayollar dövletining padşahı uchun. Chunki bu qiz dal shu Nuvaning o'z qizi. Bu avliyolar ko'rishning ziddiyatlik qabohatlik ekanligini bilib, Nuva erlagim jiq o'shib ketib, shuning bilan o'zining bu qizining yana ziyon zahmatga pasqashlikka uchrashining oldini olish uchun mushundaq bir alayda makonni, xislatli makonni barpo qilib, o'z qizini musharraf padşah qilib qo'ydi. Endi bu o'z qizining zerikib qolmasligi, buning atrofida odamlar bo'lish uchun bu yerga xislatlik eliq ko'l, zilmuxi, farzand daryosini barpo qilib turdi. Endi bu farzand daryosining suyini ichgan ayollar homildor bo'ladi, lekin faqatla qiz tug'di. Shunga bu yerda birmi zot yo'q. Endi yana mushu qizning bexatarligi uchun bu Nuva eliq ayollar dövletining padşahının bo'yniga esib oldigan, yeni qilib qo'ydigan eliq engishlarni mushuning birdi. Nuva degan Shangu dashin deydi. Buni Sanjining sirtida turadigan Pengu, Xunjun Laozu, Puti qatorliqlar bilan tang tura oladigan bir ayol iloh, ayol avliyo. Shuning uchun buning engishtlari albatta intayin qaltis bo'ldi. Sanjirliklar chiqilmag'dak darajada ashundaq bavqu qila oladigan narsani bergan. Bu üst zamondagilar uningga hargiz ziyon zahmat yetkazolmaydi. U Chayanjin Rulayni chaqib olgan bilan bu ayollar dövletining padşahini mit qilolmaydi. Endi tushuninglarmi, bu Chayanjinni Rulayning qo'lvachida yana boshqa gaplarmi bor? Balki ba'zilar uqdinglar, his qildinglar. Unda esa bu g'arib sayyohatlanmoq asar to'g'risidagi mazmunlarimiz to'xtab qolmaydi. Eğer boshqa savollaringiz bo'lsa, kechda Jibojanda davomli paranglashimiz. Mazmun qiziqadigan do'stlar meni g'onja qo'yib kechda Jibo kirishni unutib qolmanglar. Endi mana kechdagi Jiborimiz faqat do'yin supsida, qolgan suplarda kech vaqtida Jibo qilmadik. Do'yindik ismim o'xshashda qodi kitobda yozsanglar chiqadi. Jiboga kirishni xohlaydigan, yoqtirgan do'stlar do'yin sups orqali ko'rsanglar bo'ladi. Rahmat.